Qo'lni bering. Boshida aytdim aka, 3,5 dan bo'lsa bir yerga ketaveradi. Joningizdan 3,5 milliondan. Ketaveradi. Hattan razi yemini yebdi ham, mana qo'y juda ishqiboz ekan mana. Yemni ishqibozi. Ammo yuzlari ham juda tiniq ekan, mashalloh. Kanalga obuna bo'ling. Like tugmachasini bosing hamda hammasi degan tugmachasini bosib qo'ying. Biz chiqarayotgan videolar sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y qo'chqor ishqibozlar Ozodbek Yuz kanalini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Akalar, bugungi video syomkamizni biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha har doimgidek optimchilar, arzonchilar yig'ilgan qishloq Sariq qishlog'ida akalar mashina qo'chqorlarni zo'rini olib kelib, xalqimizga arzon tarqatayotgan. Bugungi kunda ham akalar sizlar uchun xudo xolasa maxsus video bo'ladi. Yemini yeb turgan joyidan biz Xayrullo ukamiz bilan suhbatimizni olib boramiz. Azodbek aka, sizsiz Mardamag'ash kelibsizmi? Rahmat. Assalomu alaykum Azodbek kanal obunachilari. Xudo xolasa qo'chqorlardagi udorlarni olib kelib qo'ydik. 3 partiya qo'yamiz, ma'nul video qo'yamiz aka, xudo xolasa. Pul arzon. Arzon bo'ladi. Xudo xolasa arzon. 3,5 dan ham qo'zi qo'yib beraman aka. 3,5 dan ham. Yemini yeb turgan 3,5 milliondan qo'zi qo'yib beraman. Joningiz omon bo'lsin. Demak, bugungi 3 partiya atrofida qo'ylar chiqadi. Birinchi partiyamizga bular qirg'iz shekilli. Qirg'izistonniki aka. Qirg'izistonniki. Omma yemiga rasul o'rgatib qo'yibsizlar buni. Qo'lda beryapsizmi? Yemini yeb turgan aka, xudo xolasa, behijolat o'ylashmasin. Bemalol uyga borib to'kib qo'yib boqishaveradi. Gap yo'q. Xudo xolasa akalar xonadonlarga borgandan keyin maza qilib yemlayman degan ko'paylarimizga tavsiya qilinadigan qo'chqorlarimiz mana shunday bo'ladi. Birinchi partiyamizga qirg'izlar. Bular ochiq paytda o'tganmi bular? Ha, ochiq paytda o'tgan aka. Bular hali haqiqatan razi yemini yebdi ham, mana qo'y juda ishqiboz ekan mana. Yemni ishqibozi. Ammo yuzlari ham juda tiniq ekan, mashalloh. Xudo xolasa, qadrli obunachilarimiz hamma yo'q joyida aka, xudo xolasa. Hamma yo'q yaxshi. Yosh oyliklar qanaqa bo'ladi? Yosh oyligi 10 oylik plus minusda aka. 10 oylik plus minusda. Plus minusda. Gap yo'q. Yemoqchimi solinglar bir hafta. Bir hafta aka. O'zi mana isboti bilan ko'rib ham turibmiz. Bemalol aka. Sog'lom qo'y chiqaramiz, xudo xolasa. Aybi nuqsoni bo'lsa, aytaman, davolab keyin sotiladi. Gap. Birovda o'rintirmaymiz biz ham, xudo xolasa. Ana shunday, xudo xolasa, joningiz omon bo'lsin. Bularni uka bo'ylarini ichiga berib yuboramiz. Bo'ylar 80 plus minusda aka. 80 plus minusga. Ha. Gap yo'q. 80 ga olish olsin aka. Mayli, 80 qilaylik. 80 ga olish olsin aka. Chiqadi, xudo xolasa, uyaltirmaydi aka. Xudo xolasa, xudo xolasa. Akalar, xudo xolasa mana 80 ga bo'y bastlari berilaveradi. Holati yaxshi. Chasligini ko'rib turibsizlar. Burnoqqani, yo'tal-po'tal, kasal-kusallarni ko'rmayapsiz, xudo xolasa. Akalar, bitta telefon bilan xudo xolasa ishingizni hal qilasiz. Qo'lingizda telefon akalar. Ko'rib turibsiz. Qanaqa ma'lumotlari kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar, yana bir qator berib o'tib ketishaveradi. Ketishni qaranglar akalar. Juda mana shu qo'ylar ham akalar ishqibozi, olinglar, boqinglar. Sizlarga tavsiya qilinadigan qo'chqorlarga qaranglar akalar. Mana sheriga bir-biriga poddeshka qilyapti mana. Bularni bir qo'ra aka, xudo xolasa. Bitta obunachi olib qo'yadigan variantida. Qayga yetkazib beramiz uka? Aka Toshkentgacha yetkazib beramiz. Besplatni holat. Besplatni. Bitta ikkitachi? Bitta ikkitani ham yetkazib beramiz. Kelishilgan holatda aka. Yetkazib olib borib berilaveradi. Qolgan viloyatga ham bor, kelishilgan holatda aka. Joningiz omon bo'lsin. Boshqa viloyatlarga ham bor. Bitadi aka, bitmaydi qancha o'zi bo'lmaydi. Gap yo'q. Bular narxini necha pul qo'yamiz uka? Aka, bular narxinimi? Ha. Endi aka bunday narsa 4,5 46 narx qo'yilyapti bularni. Unaqa narx qo'ymaymiz. Bugun arzon bo'ladi. Arzon bo'ladi, qo'lda bering. Bismillah. Bir joyga bo'lsa 4 million 300 ming so'mdan. Joningiz. 4 million 300 ming so'mdan. Yetkazib olib borib berish ichida. Yetkazib olib berish muddatlari ham ichida. Bemalol aka. Gap yo'q. Xudo xolasa 4 million 300 ming so'mdan akalar narxiga arziydigan. Mana xayri bor aka. Mashalloh. Keling. 7 oni optim olganga 4 million 200 ming so'mdan. Joningiz omon bo'lsin. Yana bitta gap. Tanlab olishiga 4 million 300 ming so'm. Tanlab olishaveradi zo'rini. Endi bitta gap aytib ketaman. Hech kimda aytgani bo'lmagan uka. Qayerga yana bir nima o'tib berasiz? Qayerga bir nima o'tib beramiz? Hammasini olsin, yana bir nima o'tib beriladi aka. Joningiz omon bo'lsin. Qadrli obunachilarimiz, telefon qilaverasizlar akalar, ishlaring bitaveradi. Qo'ylarning holatini ko'rib turibsiz akalar. Aloqaga chiqing, ishni bitiring. Demak, qadrli obunachilarimiz, bu qo'ylarimiz haqida yanada to'la ma'lumotlarni egasini o'zlaridan olasizlar. Ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar akalar. Keyingi syomkalarda endi keyingi partiyalarimizga biz sekin navbatni bersak ham bo'laveradi akalar. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar, mana keyingi partiyamizga ham navbatni berib oldik. Xudo xolasa yemni ozozadan yeb turgan variantlardan qurbonlikka eng oldi tayyor bo'ladigan xudo xolasa qo'chqorlarni zo'ri kelibdi akalar. Aloqaga chiqing, ishni bitiring. Xudo xolasa bularning soni nechta chiqdi? 10 bosh aka. 10 bosh. Bular sal yirikroq ekan ulardan ko'ra. Ulardan yirikroq aka. Badanlari ham ancha yaxshi. Etlari to'la bo'ladi, xudo xolasa. Joningiz omon bo'lsin. Bularda uka, xudo xolasa o'tkazib beradi. Yosh oyliklari qanaqa ekan?
Bular 10-11 oylik aka. 10-11 oylik. Ha. Mashalloh. Xudo xolasa bular ham yemga bayovoy o'rgangan akalar, yurishdi qaranglar. Bayağı yeb turibdi aka bular endi. Joningiz omon bo'lsin. Bularni uka qayergacha yetkazib beramiz? Bular ham Toshkentgacha yetkazib beramiz. Besplatni holatda. Besplatni. Qolgan Jonim. viloyatlarga kelishilgan holatda. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda. Bitta ikkita ham sotilaveradi, ha? Sotilaveradi aka. Gap yo'q. Xotirjam akalar aloqaga chiqing. Bitta ikkita ham sotilaveradi. Qo'ylarning holatini ko'rib turibsiz akalar, ideal darajada. Oldi orqalari kelgan akalar, xudo xolasa ozib ketgan muruk suruk yoki shalpilari yo'q ekan. Xudo xolasa aqta pichmalari yo'q. Yemoqchimalariga Qo'chqor garantiyasini hammasi. berasiz. Hamma yo'q bo'ladi aka. Bo'ladi. Garantiyasini ulari bo'ladi. Uka, Bo'ladi aka. narxi necha pul qo'yamiz buni? Narx aka bular 47-48 qo'yatdik. Hop. Bular bir joyga olishsa 4 million 300 ming so'mdan ketaveradi aka. 4 million 300 ming so'mdan. Aka, uka bitta gap. Hammasini olsa xayrini qilib beramiz. Ana shunday. Joningiz omon bo'lsin. Tanlab olishsa kelishamiz unisini aka. Tanlab olishiga qo'ydi holatiga qarab, ha? Kelishamiz. ha. Gap yo'q. Tanlab olishini akalar qo'ydi holatiga qarab kelishilaveradi. O'zim chiqarib bersam 42 dan ham chiqarib beraman aka. 42 dan ham chiqarib Chiqarib berasiz. beraman. Ey joningiz omon bo'lsin. O'zingiz chiqarib bersangiz akalar, demak 42 dan ham chiqarsa berilaveradi. 4 million 200 ming so'mdan ham. Akalar ham ulgurib qoling. Mana shunaqa qo'chqorlar kimga kerak? Akalar kommentariyada narx arzon bo'lsa arzon, qimmat bo'lsa qimmat yozib qo'yinglar. Akalar motivatsiya olib, sizlar uchun yanada ishlashda biz davom etaveramiz. Qo'ylarning holatini ko'rib turibsiz, omon ulgurib qolamiz. Xudo xolasa Telefon qilgan odamni ishini ishini bitiramiz bitiramiz, aka. ha? Xudo xolasa. Telefon qilsa mana shu desa shuni chiqariladi aka. joningiz omon. Behijolat aka. Behijolat. Akalar xotirjam telefon qilaverasizlar. Demak, biz navbatda endi bonusli variantlarga, o'sha videoni boshida aytgan eng arzonlari. Arzonlarga beramiz aka. Joningiz omon bo'lsin. Qadrli obunachilarimiz, o'sha videomizni boshida sizlarga aytilgan, va'da qilingan mana xudo xolasa pul arzon variantlaridan akalar sizlarga chiqarishda davom etyapmiz. Bularda soni 3 dona. Yosh oyligi qanaqa uka? 7-8 oylik aka. 7-8 oylikka xudo xolasa yosh oyliklarini berilaveradi. Holati yaxshi, sog'lik salomatliklari joyida. Yemini yeb turgan aka. Joningiz omon bo'lsin. Yemini bular ham Yetishamiz, uchuvini ham yetishamiz. Yemga o'rgatib qo'yibsiz-da. degan odamni ham inson xotirjam o'tiraveradi. joningiz omon bo'lsin. Bularni qayergacha yetkazib berasiz? 3 tani. Bular ham Toshkentgacha ketaveradi. aka. Toshkentgacha ketaveradi. Gap yo'q. Xudo Bitta xolasa. obunachi oladi, bitta, ikkitalar olinmaydi. Uchuvini bitta odam Shu oladi. odam bitta odam tortib qo'yadi, ha? Gap. Xudo xolasa. Xudo xolasa yemoqchilarga bir hafta beriladi Bir hafta akalar. garantiya. Kelib ko'raman degan ko'klarimiz bo'ladigan bo'lsa, oldindan akalar ogohlantirib qo'yinglar, aytib qo'yinglar. Xudo xolasa lokatsiya tashlab bering berasiz. Aka, buni narxini necha pul qo'yamiz? Qo'lda bering. Boshida aytdim aka, Ha. 3,5 dan bo'lsa bir yerga ketaveradi. Joningiz omon, 3,5 milliondan. Ketaveradi. Gap. Barrani ham 3,5 dan qo'ygan yo'q aka. Ana Biz shunday. to'xli variantini qo'yib beryapmiz. To'g'li variantda. Qo'chqora bular. Qo'chqor aka. Qo'chqor. Qo'chmas yo'q, sog'lig'i yo'q. Uchovi ham qo'chqor. Joningiz omon bo'lsin. 3,5 million Sifatlari ham so'mdan zo'r tayyor aka. mana. Akalar, xotirjam oling, boqing, maza qiling. Boqaman degan ko'kalarimizga tavsiya qilib qolamiz, xudo xolasa akalar. 3,5 million so'mdan xonadoningizgacha yetkazib olib borib beriladi. Demak, qadrli obunachilarimiz, video syomkalarimizni mana shu joyda yakunlasak ham bo'laveradi. Sizlar bilan keyingi syomkalarda xudo xolasa yana ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar akalar.